Assalomu alaykum, sizlar bilan Jahoni show. Mana bugun reklamalarimizdan ko'rib turganingizdek, bugungi mavzuyimiz Lada avtomashinalari haqida bo'lib o'tadi. Bugun biz Qarshi shahrining markazida joylashgan Lada avtosaloniga tashrif buyuramiz. Mana hurmatli tomoshabinlar, mana bu ko'rib turgan mashinalaringiz, mana akamiz Mirjahon aka tushuntirib beradilar. Aka, bu mashin Lada SV Cross-da, ha? Lada SV Cross-da avtomat korobka, variatorni, buni o'zini 6 xil pozitsiyasi bor. Bu 6 xil pozitsiyani avtomatni Comfort Luxe. Eng yaxshi model nimasi, ha? Avtomatni Comfort Luxe-da. Bundan qimmatlari ham bor, endi Lux modeli bu. Buni qulayliklari 1.6 motor, 0 klapanli 113 otkichi bu motor. Otkichi. Bu motor ishlab chiqaruvchi davlat yaponskiy Nissan motor. Nissan motor o'rnatilgan. Avtomat korobka, o'sha korobkalari ham avtomat, variatorni jetki korobka deyiladi. Bu elektromobilga qo'yilyapti hozir. Skordan skorga absolutni bildirilmaydi. Skordan skorga absolutni bildirmaydi. Bunday siltanib nima bo'lib qolmaydi. Yangi chiqqan. Ular benzin tanlamaydi. Option o'zi necha litr desa naqd ketaveradi. Bildirmaydi mashina. Qulayliklari ichida klimat kontrol konditsionerlari, avtopilot bor, cruise control bor, охлажденияsi bor, sidina podogref bor, rollar elektrousilitel, gidrolikadan 3 barobar yengil roli. Multimedia sistemasi ham bor bunga. Salonlari o'sha shunaqa chiqqan. Salonlar chiroyli chiqqan ekan. Shumizatsiyasi bor zavodskiy asli. Keyin antikorroziya chirishga qarshi hamma joyi yog'langan. Eshik hamma joyi bo'lgan antikorroziya. Temir qatlamni dayoga nisbatan 7% temir qatlam. Qulay qilib yaratilgan ekan. Saka diskalari ham. Zavodskiy saka diskasi. Unitli balon bo'lib chiqqan, mягкий balon. Italyanskiy balon o'zi. Buni narxlari qanday bo'lyapti? Buni narxi avtomat 155 million 900 avtomat beradi. 155 million 900, ha? Agar 100% to'lab oluvchilar bo'lsa, shu narxdan skidka, 3 million skidka qilib beramiz. Lizingga yuridikmi, jismoniymi farqi yo'q uni. Yo'lini farqi, jismoniy yuridik olaveradi. Bosh to'lov eng kam minimal 20% to'lab, qolganini 1 yildan 3 yilgacha yillik 1 yilga 29% dan prosent bilan to'laydi. Hamma dokumentatsiyasi bilan bo'ladi. Birinchi to'lov qilgandan keyin dokumentatsiya bilan chiqqan 01 ferma nomer Toshkentskiy 01 nomer bilan. Mashina o'zgarib o'tiradi. Ish sharti, kafil hech qanaqa hujjat kerak emas. Bizga kerakli hujjat bitta pasportdan keladi, shartnomalar to'lov qilgandan keyin bir haftadan ichida mashinani chiqarib beramiz. Xohlagan svet, xohlagan rangidan. Bu Extra Cross modelimizda ikkinchi pozitsiya mexanikasi. Buni o'zini 3 xil pozitsiyasi bor. Extra Cross uchalasini ham pozitsiyasi, dizayn, tashqi ko'rinishi bir xil. Hamma joy dizayn, tashqi ko'rinishi bir xil, 3 xil pozitsiyasini ham. Bular farqi ichida multimedia sistemasi bo'yicha, keyin birinchi bilan ikkinchi pozitsiyasi bir xil bo'ladi. Hamma joyi prosta ikkinchi pozitsiyada multimedia monitorlar, laboylar, spirallar bo'ladi, avtopilotlar bo'ladi. Birda bu narsalar bo'lmaydi, ikkida bo'ladi. 2 Lux Prestige birinchi pozitsiyasi Lux bo'ladi. Lekin motor bilan korobka bir xil bo'ladi. Mexanik korobka, motor 1.8 16 klapanli 122 otkichi. Motor Fransiyaning Renault bilan Rossiya Avtovaz Samesni Euro 5. Hammasini o'sha qulaylik, o'sha shumizatsiyasi bilan zavodskiy o'zi shumizatsiya. Benzin yeyish qancha bo'ladi buni? Bular 1.8 motor bo'lsa, yuziga shahar ichi 9 ta benzin yoqadi. Shahar ichi. Dalniy yursangiz 7 ta 7.5 ta yoqadi. Yaxshi ekan. Bu hozir ko'rib turganimiz qanaqa rang deb aytiladi bu? Yangi bazar. Seri bazar brendi svet o'zi. Yangi brendi svet, ha. Juda chiroyli bir qulay qilib yaratilgan ekan. Bu ham buni narxi qancha bo'ladi? Bu narxi 160 million 900 chiqadi, ikkinchi pozitsiya mexanik korobka. Bunga ham xuddi shunaqa 100% to'lovga skidka qilib beriladi 3 million skidkasi bor, ha? 100% to'lovga. Bunga ham xuddi shunaqa tartib bor, 15% boshida eng kam bunga to'lov qilib olib chiqsa bo'ladi. O'sha 15%ni to'lasa, keyin qolganini bo'lib berishga, 3 yilga bo'lib berishga olib chiqsa bo'ladi, ha? O'sha 15%ni ichida boyagi hujjatlari ham, nomerlari ham modelli bo'ladi. Qo'shimcha nima hujjat? Komission fond to'laydi, lizing kompaniya xizmati 5%, daromad fond 3% to'laydi, nomer texpasportga to'laydi 1.35 ming, sug'urta 3% to'laydi. Dokumentatsiyasi bir 13 millionni qo'shiladi dokumentatsiya ustiga hammasini. Endi hozir hamma uchun qiziqda bu. Mana shu mashinani o'zi
turish olib chiqib ketishi hozir keyin 3 yilga bo'lib berishiga qancha pulga tushadi hozir boshlang'ich to'lovi qanchaga tushib keladi hozir? 43 million to'lasa ham dokumentasiyasini olib chiqib ketadi. 43 million. Mana shu Lada X-Ray Cross'da ha? Ha, X-Ray Cross mana ikkinchi pozitsiyasimi? Shunday, ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiyasi. Ha. Mana shunga hozir 43 million so'm to'lasa, olib chiqib ketib qolganini 3 yil mobaynida bo'lib to'lasa bo'ladi, ha? Largus'da o'zining 6 xil pozitsiyasi bo'ladi. Bu eng luks, eng oxirgi crossi. Har tomonlama hamma qulayliklar bo'yicha crossni qulayliklari motor 1.6 motor, xuddi Vesta'ning motorida, Vesta'ga ham shunaqa motor qo'yiladi. Bu ham xuddi shunaqa 1.6 12 klapani 106 kuchi. Bu ham Fransiya bilan Rossiya совместно ishlangan Euro 5. Tormozda ABS sistemi, shumizolyatsiya bo'lsa, 7 mistali haydovchi bilan ichida qulayliklari ikkita sidina podogrev, tak, oldi ikkita sidina podogrev, gidrolika rollar, magnitofon, kondisioner, hamma narsasi bor. Buni diska, заводской. Buni motori ham shunda Renault bo'lib chiqadimi? Renault bo'ladi. Rossiya. Renault Fransiya bilan Rossiya совместныйda bular. Ha, tushunarli. Eng mягкий mashina Largus. Eng qadavi ham o'sha bo'lsa kerak-da hozir, ha. Eng qadavi, eng mягкий mashina Largus bilan. Largus eng yaxshi, eng zo'r mashina oxirgi pozitsiyasi. Buni eshiklari hamma joyi shumka bo'lgan. Hamma joyi shumka bo'lgan. Qaylari ham shumka bo'lgan, tepasi ham shumka bo'lgan. Hamma joyi shumzalatsiya bo'lgan. Oldingi ikkita sidenkasi podogrev, ha? Ikkita oldingi sidena podogrev qiziydi. Buni narxi qancha bo'lib chiqibdi? Bu 142 million 900 chiqadi narxi. 142 million 900. Buni ham xuddi o'sha boyagi 16% ni to'lab olib ketsa bo'ladi. 39 million to'laydi. Hamma dokumentatsiyasi bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. 39 millionga. Bu juda qulay narx ekan. Keyin oyiga qanchadan tushadi qolgani? 3 yilga olsa 5 milliondan chiqadi 3 yilga aro. 3 yilga olsa 5 milliondan, ha? O'zgarmas summa 5 milliondan chiqadi. Uni narx ko'tarilib tushishini farqi yo'q. O'sha summani to'layveradi. Shartnoma bilan o'sha turishda qoladi. Agar ko'proq to'lasa, qancha ko'p to'lasa, o'sha oylik to'lovi ham, qolgan summasiga prosent chiqishi ham kamayib ketaveradi. Boshida qancha ko'p to'lasa tanidan. Birinchi to'lovni. Bu hozir yillik necha foiz bo'ladi? Buniki ham xuddi shunday yillik agar bank sistemasi bo'yicha hisoblasa 29.9, lizing o'zining prosenti 19%. Modelimizda luksi 2 yillik yangi chiqqan 2020 dan boshlab yangi chiqqan torpedalari va ichida ko'p o'zgarishlar, sidenalar o'zgarib yangi chiqqan bu, yangichasi. Motorlari 1.7 motor, 8 klapli, 83 ot kuchi. Bu turbo kollektorli kuchaytirilgan varianti bular. Yangi chiqqan, yangi viskasi. Buni ichi qulayliklari mana bu rullar gidrolika bo'lib chiqqan rullari. Bundan keyingi pozitsiyalarda gidrolika ular sidena podogrev bo'ladi, kondisioner bo'ladi. Bunga kondisioner bo'lib yo'q lekin. Bu luks prosta, ichida oyna ko'tarish elektronika bo'lib chiqqan. Bunga ham xuddi shunaqa shumzalatsiya bor. Prosta diska bo'lib chiqqan. Nivani 2 yillik 3D deyiladi. To'g'ri 3D. Oldi ham orqasi ham tortadi-da buni ham. Ollar. Niva hammasi shunaqa. Nivani ham o'zini 6 xili bor, o'sha 6 xil nivani prostoyni o'sha birinchi pozitsiyasi luks variantida. Buni hozir yoqilg'i yeyish qancha bo'ladi? Yoqilg'i yeyish agar shahar ichiga yuradigan bo'lsa, ollarni qo'shib bersa, 100 ga 7 ta yoqilg'i yoqadi. Agar tog'ga yurib, arqani qo'shib bersa, 9 ta yoqilg'i yoqadi. Uncha emas ekan, ekonomist ekan pashta. Ularga ham shunday lizingda 15% to'lab boshidan 30 million, 32 million, 33 million to'lab olib chiqib, o'sha hamma dokumentatsiyasi bilan 3 yilga shartnoma qilsa bo'ladi. Buni o'zi tan narxi necha pulda? 112 million 900. 112 million 900 ga naqd to'lasa 3 million skidkasi bo'ladi buni ham, ha? Shu bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Mashinalarni qancha vaqtda olib chiqib ketsa bo'ladi to'lovini qilgandan keyin? Agar lizing yo'li bilan olmoqchi bo'lsa, lizingga bir haftadan chiqadi uzoq. Naqd olmoqchi bo'lsa, naqdga sразу shunday to'lov qiladi, birdan olib chiqib ketadi. Xohlagan svet, xohlagan rangidan. Hamma svetdan, xohlagan nimasidan bor, ha? Xohlagan pozitsiyasidan, hammasidan, hamma mashinalardan bor. Shunday keladi, to'lovni to'laydi-da, birdan olib chiqib ketaveradi. Lizing bo'lsa bir haftadan dokumentatsiyaga kutadi, vaqt ketadi. Silgan qaydan qilinadi, o'zi qilmaydi, to'lovni qiladi. Bir haftadan keyin o'sha dokumentatsiyasi keladi, nomer bilan taqib chiqaramiz.
Videomiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha xayr.